Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, va'da qilingan qisqa videorolik taqdim qilaman. Xudo xohlasa, bitta yaxshi sotilib turgan tovarni topdik. E, Quyidagi tovar Uzum marketda haftasiga 531 dona sotilyapti. Bu tovarni biza kategoriyasini aniqlab olishimiz kerak birinchi navbatda. E, Bu kategoriyani aniqlab olib, o'sha kategoriyaga nechta sotuvchi bor, necha pul aylanma qilyapti va har bitta sotuvchiga qanchadan ulush tegyapti, o'shani bilishimiz uchun komplekt одежда kategoriyasini olamiz. Xo'p. Ko'rib turganimiz bu komplekt одежда kategoriyasini o'zini qisqacha bo'limi. Komplekt одежда kategoriyasi 4,4 milliard оборот qilyapti. Bu umumiy одежда kategoriyasini bir qismi hisoblanadi va xuddi shu metrikalar bo'yicha ketaveramiz. 4,4 milliard оборот qilyapti. 28,86 ta bu oxirgi 30 kunlik savdosi. Hamma ko'rsatkichlar oxirgi 30 kunlik savdo. Bu magazinlar 365 ta magazin bor ekan va shu magazinlardan 48% hozirda sotuv qilib turibdi. Demak, 465 ta magazindan 48 ta magazin aktiv sotuv qilib turibdi. Qolganlari kartochka yaratgan, do'kon ochgan, lekin sotuv qilmayapti. Xuddi shunaqa 1200 ta kartochka bor. Bu kartochkadan 61% sotuv qilyapti. Shuncha kartochkadan 61% sotuvga ega, 49% kartochka sotuvga ega emas. Xuddi shunaqa yana SKUlar. SKU bu tovar ranglari, xususiyatlari, jihatlari hisoblanadi. Bu SKU bizada 15,700 ta ekan. Xuddi shunaqa bu yerdan mana bu umumiy aylanmadan umumiy aylanmani magazinlar soniga bo'lib tashlasak, bizga kelib chiqadi har bitta sotuvchiga qanchadan ulush tegayotganligi va shu kategoriyadagi top sotuvchilarni ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Eng zo'r sotib turganlar mana Nasim Shoes, Krossovka Uz. Endi bular bitta kartochka emas, bir nechta kartochkalar bilan sotib turgan bo'lishi mumkin. Bularni o'sishlari va umumiy mana bu dolya umumiy aylanmadan bularni ulushlari xuddi shunaqa pastga qarab ketaveradi. Bu har bitta do'konning ichiga kirib, qancha asdatga qo'yyapti, qaysi vaqtda narxini ko'tarib, qaysi vaqtda tushiryapti. Hamma ko'rsatkichlarni bilsa bo'ladi. Endi chuqurlashsak, chuqurlashib ketamiz. Biz bir yuzaki o'tib ketamiz. Tushuncha bo'lishi uchun. Xuddi shunaqa hamma metrikada o'lchab chiqish mumkin va do'konlarning ichiga kirib ham. Xo'p, endi bizani tanlagan sotuvchimiz Uzum marketga qancha asdatkasi bor va qanaqa qilib aylantiryapti, o'shani bilib olishimiz kerak. Ko'rib turganimiz Uzum market ichidagi plagin bu sotuvchining kartochkasi. Hozir ayni vaqtda bu sotuvchida hozir nechta asdatka borligini, nechta qoldiq borligini ko'ramiz. Hop, bu sotuvchida hozirda ayni vaqtda 4099 ta qoldiq bor va 531 ta tovarni sotib o'tiribdi. Tushunish muhimki, biza kirib borayotgan vaqtimizda mana shu metrikalarni juda kuchli hisobga olishimiz kerak, chunki bunaqa katta sotuvchilar Uzum market bilan hamkorlikda ishlaydi. Qanaqa hamkorlikda ishlaydi? Uzum marketga yetarlicha tovar olib kiradi, qanaqadir Uzum market tomonidan beriladigan super hit shunga o'xshagan aksiyalarga qatnashib, tovarlarni ham katta partiyaga olib kiradi. O'z-o'zidan kirib qolmaydi bunaqa katta partiyalar. Har bitta razmeridan ko'rib turganingizdek 685 ta, 1197 ta bor. Bu degani umumiy birinchi kirgan vaqtlari 5400 ta tovar bilan kirgan bo'lsa, sredniy chekini hisoblaymiz. O'rtacha foydasini приблизительно hisoblaymiz. Endi hozir menga aniq tushuncha yo'q bu tovar qanchadan olinishi, lekin agar siz sotmoqchi bo'lsalaring, albatta hisob-kitob qilinglar-da. Mana shu kartochkani o'ziga qanchalik tovar borligini bilib olsanglar, yana ham aniqroq bo'ladi. Bunaqa katta sotuvchilar bilan qanday konkurensiya qilish. Keyingi navbatda biza kartochkani topda nechinchi o'ringa turganligini anavi bo'yicha, выручка bo'yicha ko'ramiz. Xo'p, Nasim Shoes mana 2-o'ringa turibdi. Mana bu kartochkani ko'rdik biza. Hop, 255 million, 256 million почти aylanma qilyapti va buni o'sishini ko'ramiz. 17% ga oydan oyga, bu o'tgan oyga ko'rsatkich bo'lganligi uchun, 30 kunlik ko'rsatkich bo'lganligi uchun 30 kun oldingiga nisbatan 17% oshgan va u po'shini vurishga e'tibor beringlar, bunga yo'q. Bu hamma imkoniyatlardan to'liq foydalanyapti. Hech qanaqa yetkazib berolmasdan qolmagan. Buni konkurentlariga mana shunaqa boshqa konkurentlarda mana ko'rib turganingizdek 337 million, 105 million po'shini vurishga bor, lekin sotuvlari shunga yarasha. Xuddi shunaqa ketamiz. Bir oylik sotuv 2265 ta, kunlik sotuvi 75 dan to'g'ri kelyapti. Umumiy zakazlar 6827 ta, o'rtacha narxi 113 ta, 113 ming. Odzivlar soni, reytingi, asdatkasi boya ko'rganimizdek 4099 ta va Uzum market omboriga chiqqaniga hali 30 kun bo'libdi. Bu ham juda e'tibor beradigan joyi. Uzum marketda kartochka yaratilganiga 92 kun bo'lsa ham, oxirgi marta asdatka qo'yilib, noldan bir marta asdatka qo'yilganligiga 30 kun bo'lyapti.
oltmish ikki kunlik оборотga ega. Bu shunaqa katta mm, shunaqa katta asstatga qo'ysa ham, qoldirib qo'ysa ham 62 kunga aylantirib qo'yyapti. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Xuddi shunaqa konkurentlarni o'rganib chiqsa bo'ladi. Ko'rib turganingizda yana ko'p konkurentlar bor, yaxshi oborot qilib turgan. Ularni ham ko'rib chiqiladi va yana bitta eng muhim joyi, yuqorida aytganimdek, bu kategoriya, bu nishani sezonga aloqasi bor yo'qligini aniqlash. Bu kategoriyani sezonga aloqasi bor. Futbolka shortik, futbolka triko. Endi buni biza qachon sezoni boshlanib, qachon tugashini bila olishimiz kerak. Buning uchun biza o'sha zoom ceiling analizasiga kiramiz va nisha degan joyiga o'sha oxirgi kategoriyamizni qo'yamiz. Murskaya одежда, komplekt одежда. Hop, oxirgi 30 kunlikda 4 million 400 minglik 4 milliard 400 millionlik оборот bor. 12% o'sish. Endi xuddi shuni biza o'tgan yilgi xuddi shu vaqtga qo'yamiz yoki bo'lmasa sal oldinroq qo'yishimiz mumkin. O'tgan yili hop давайте 2025 aprel oyidan boshlab qaraymiz. Ko'rib turganimizdek biz raqamlarga qaramaymiz. Raqamlar kichkina bo'lishi mumkin. Nimani hisobiga desa, chunki yildan yilga sotuvchilar yana kirib kelyapti va bu summa sotuvchilar kiryapti, o'zi marketdan foydalanuvchilar ko'payyapti. O'sha hisobga bu summalar katta bo'lishi mumkin. Bizlar qaraydigan joyimiz bu ko'rsatkichlar, ya'ni o'sishlar bo'ladi. O'tgan yili qanaqa o'sish bo'lsa, xuddi shunaqa o'sish bu yilga ham kuzatilishi katta ehtimol. Demak, o'tgan yili aprel oyidan bunga juda keskin o'sish bo'lgan. O'tgan yil 2025 yil aprel oyidan 2025 yil may oyiga kelib 50% aprel oyiga qaraganda 50% oshgan. Iyun oyiga kelib may oyiga qaraganda 32% oshgan. Demak, o'tgan yili xuddi mana shu oy, biz hozir iyun oyida turibmiz. Iyun oyiga nisbatan o'sha may oyiga nisbatan o'tgan yili iyun oyiga rost bo'lgan ekan. Xo'p, endi iyul oyiga o'tish ko'ramiz. Iyul oyiga o'tsak, ko'rib turganingizdek -6%. Demak, iyul oyidan bu yil ham xuddi shunaqa kam bo'lsa ham kategoriyada sotib tushish ehtimoli bor ekan. Avgust oyiga borsak, o'zi avgust oyiga -40%. Demak, bu kategoriyaga biz именно hozir kirishimiz tavsiya qilinmaydi, chunki bu kategoriyaga kirsak, o'sha top sotuvchilar o'zi sotuvini bo'shatyapti. Asstatkalar qo'ymayapti, boshqa hammasi sezondan bezastatga chiqib ketish uchun sotyapti. Biz o'sha nima desa, bular qarmoqqa tushib qolishimiz mumkin, ya'ni narxlar tushish vaqtiga to'g'ri kelib qolishimiz mumkin va foyda qila olmasligimiz, qo'limizga asstatkalarimiz qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun naborot o'sadigan kategoriyalarga kirganimiz yaxshi. Bu kategoriyaga kirib, qanchadir muddatga kartochka yaratib, qanchadir muddatga uni sotuvga chiqarib, qanchadir muddatga uni reklama qilib, продвижение qilib, shunchaki qo'limizda tovar bilan qolib ketishimiz yaxshi natijaga olib kelmaydi. E'tiboringlar uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga sog'lik, omonlik, savdolaringizga baraka.